Tamam. Na, getirib. Dostum, çok. Yangi qo'shiqlar qalay bo'lib, mana shuni berib olasizlarga. Mana Shoiramiz yozib yubordilar sizga. Tinimsiz yozyapti shoiramiz. Ya siz emas. Dilfuza Komil. Dilfuza Komil. Boringlarga shukr. Qalaminglarga barakat. Allohim shu ilhom bergan shunaqa yozgansizlar. Mana shunaqa qo'shiqlar kerak. Mard, yozadigan. Balki siz o'ylamagandirsiz ham qo'shiq bo'ladi, lekin menga ilhom berdi Alloh, shuni qo'shiq qilib aytdim. Juda duo ko'p qildim. Xalqimizga kerak bunaqangi shoirlar, mana shunaqa yozadiganlar bor bo'ling. Menimcha bugun ko'pchilik o'ylanib qoladi. Baribir hechdan ko'ra kech bo'lsa to'g'ri yo'lni topib yashalsa biz xursand bo'lamiz. Sog' salomat bo'lib yuring, sizga tinchlik tilaymiz. Faqat ijod bilan band bo'ling, biz mazza qilib eshityapmiz deydi. Amin. Surxondaryodan yozishyapti. Biz yana qaytarib aytamiz. Siz kunni kam qo'shib, siz ko'proq qo'shing. Biz ulgurmayapmiz, baribir. Biz shundan ham norozimiz degan 2 kun qo'shib, yana qo'shilmasa biz ulgurmayapmiz deyotganlar bor. O'sha masalasi 2 kun. Inshaalloh Alloh nasib qilsa ulgurasizlar. Endi nima deydi? Undan ko'piga men 18 ga chiqib qoldim deydi. Men ham 18 ga chiqib qoldim. O'zi kunduziga konsert bilan kechqurunga qo'shish jonli aytmoq to'kadi. To'kadi, odamni to'kib qo'yadi. O'shaning uchun anaqa quvvat. Alloh shu boriga ham barakat bersin, quvvat bersin. Tojikistondan kuzatyapmiz. Buncha ham yaxshi ko'ramiz sizni. Hozir qani endi borsam quchsam deydi. Sog' bo'ling iloyim. Mana sizlarni Alloh rizosida yaxshi ko'raman. Qo'shiqlar juda ham katta ma'noli. Ba'zi bir qo'shiqlaringiz hattoki yig'latdi ham bugun bizni. Albatta yig'latadigan. Men o'shani aytyapman. Odam bir yig'lab olgisi keladi. Oldingi muxlislar bilan solishtirsam, hozirgi shu qo'shiqlar kerak. Lekin hayot faqat shu qo'shiqlar bilan emas, bir paytda yig'lamasangiz, mana shu yerga to'planadi dard bo'lib yurakka. Pishetanada выплакаться, tashash kerak. Ana o'shanda yengil yurak, yengil yashaydi. Qo'shiq bilan, anaqa bilan bolalarim chiqib ketgan, bir piyola choy ichib, sigaret chekib. Tavakkal Qodirovning qizi Mavludaxondan alangali salom. Mavludaxonim, alaykum salom. Ustozodalarimiz bor bo'linglar, sizlarga ham alaykum salom. Nukusdan salom. Assalomu alaykum opa. Andijondan muxlisingiz bilan sizni juda ham yaxshi ko'raman. Shunaqa endi men aytmoqchi bo'lganim 24 ta 23 ta qo'shiqning ichida oson emas. Sizlarga mana to'rttasini beryapti. Mana shu qo'shiqlarga ayriyatdan bir hafta bera olmayman oradan. Bittasini prezentatsiya qilib beraman. Mashinada eshitasizlar, mag'zini chaqasizlar. Bir xulosaga kelasizlarda qaysi qo'shiq ko'proq talab olib yozsa, o'shani qo'yiladi. O'zimni yulduzim jonim opam, sizni juda ham yaxshi ko'raman. Ajoyib konsert bo'ladi. Ishonasizmi, biz konsertni sizdan ham ko'proq intiqlik bilan kutyapmiz. Bor bo'ling. Yetgani bor. Yaxshi ham boshla, Allohga. Nazarbekdan salom va dunyoning ko'plab qit'alaridan, mamlakatlardan sizga alangali salomlar. Ko'p joyda Instagramda ishlamayapti, YouTube'da ishlamayapti, urush bo'lyapti, Erondan kunduzi yozishdi. Xavotirlik, ilohim tinchlik, xotirjamlik bersin. Biz bu yerda o'tirib, endi xalq kayfiyatini ko'tarish bizning vazifamiz, o'lmasak agar. Lekin biz qalban sizlar bilan biz ham hayajonlanyapmiz, ham siqilyapmiz, ham duo qilyapmiz, hammamiz. Qalbingizda Alloh bor, siz 18 yoshsiz, siz bunday demang deb xafa bo'layotgan bo'lsangiz ham bor ekan. Siz 18 yoshman deb emasman-ku deganingizga alam qilayotganlar bor ekanda, unaqa demang deb. Sog' bo'linglar. Yangi qo'shiqlarga gap yo'q. Buncha ham yaxshi ko'ramiz, yangi qo'shiqlaringiz juda ham yoqdi. Biz birinchi bo'lib eshitdikmi shunda bu qo'shiqlarni deyotganlar. Birinchi bugun eshitdinglar-da. Abi bizga bitta savol berish kerak ekan. Agar buni juda ko'p odam yozibdi, Zotigin platformasiga ikkita yetmayotgan ekan. Navoda yana yakshanbaga bitta qo'yish iloji bormi? Bitta qo'yish iloji bormi? Yakshanba kunlariga tanlash mumkinmi deyapti konsert dasturini? Kuniga ikkitasi ham juda og'irda, 2 kun. Ovoz tiklab olish oson emas-da. Fonogram bo'lsa bilinmaydi. Tushuntirib keting, bitta tushuntirib keting. Iltimos qilasiz. Shuni men Yo'q, uni efirda aytamiz, efirda. Bitta hozir tushuntiryapman sizlarga. Agar men anaqa bo'lsa, qani jonim ana aytayapman, bahor, allergiya payt, jonli aytish toliqadi-da. So'rashaman. Все, bo'ldi, tushundim. Men tayyorman.